Prima bilasizmi? O'tirishsiz boshqacha. Prima. Bilib qoldimi? Prima bosdim. Просто какие-то так. Wa alaykum assalom. Понятно. Wa alaykum assalom. Отлично, отлично. Так. Uch-to'rt kunlarda bo'lib qoladi. 3-4 kunlarda bo'lib qoladi. Da, 3-4 kun bo'ldi. Qattiqmi bo'ladi lekin. Qani endi bitta savolga javoblarni bitta o'qib chiqaylik. Ana qaysi viloyatdan kim yoki qaysi rayondan bilib olaylik statistikani. Настрой чёткий. Идеальный. Surxondaryo, Andijon, Angren, Qozog'iston, O'panna, Qozog'iston, Jaydarskiy Sergelilar, Qoraqamish, Garmoniya ham bor ekan, yaxshi. Buxoro, O'panna, Olma-ota, да ты чё, серьезно что ли? Fergana, Kirgili, Nukus, gap yo'q. Qoraqalpoq, Boka, yaxshi. Qo'qon, 9-kvartal, yaxshi. Benzino, Qarshi, Qashqadaryo. Ishxonada Sirdaryo, mana Sirdaryo bor ekan, ko'rdingmi? Ziyomalaring bor ekan, zo'r. Parkent, Qo'qon, Namangan. Короче, все в сборе ekanda-ya. Xorazm chiqmadi hali. Denov, Surxondaryo. Kosonsoychi? Qarshi? Namangan. Algoritm. Jizzax. Mana turishgan algoritm. Zo'r. Xitoy bor ekan. Xitoy? Gap yo'q. Nechta prosot? To'g'ris. Hozirda. Ana Xorazm bor ekan-ku. Yaxshi. Ava. Begobod. Kim qolib ketdi o'zi? Hamma viloyat shu yerda ekanda-ya. Qo'qon, Namangan, Farg'ona, bu yoqdan Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Guliston qolib ketibdi-da. Sirdaryoga kiradi. Bo'ldi. Bo'veradi. Yaxshi. Zo'r. Весь Узбекистан здесь, да? Sergeli, Qoraqamish, shu Nishtyak, Chilonzor, Olmaliq ketdi. Yaxshi. Yunusobod, Yakkasaroylarchi. Sebzor bor ekan, yaxshi, zo'r. Ana Yunusobod ham shu yerda ekan. Yaxshi. Молодцы. Endi kimi qanaqa orzu havasi bor, qaysi davlatga borib kelish yoki qaysi bir shaharga, может кто-то Наманганец хочет поехать в Самарканд или Самаркандский хочет поехать в Хорезм. Qanaqa biluvchi? Tojikiston,
va pesh. Opana, США bor ekan. Uhu. США. Да ты чё? Америка. Отлично, отлично. Так, bugun nechi sana? Bugun 27, ertaga 28. 29-da yo'masam soat 8larga kechki payt hammalarni prямой efirda kutamiz. Prямой efirda ozgina gaplashgandan keyin Telegram kanaliga o'tamiz edi. Telegram kanalda translyatsiyani yoqamiz. O'sha yerda ozgina beseda qilamiz edi. Keyin o'sha menimcha o'sha yerda bitta premyera qilib bosib yuboramiz. YouTube'ga o'tkazmaymiz, Telegramda qo'yib yuboramiz. O'shanga oldindan tayyorgarlik ko'rib taklif qilyapman sizlarni xullas. 29-ga soat 8larga. Zo'r bo'lib ketadi. Telegram naблюдать qilsanglar o'sha yerda statistikalar bor. Короче, qarorga keldi. Hech kim bilan anolar bo'lmaydi. Fitlar bo'lmaydi. Yakkaxon ijod bo'ladi. Bitta, ikkita trekdan keyin podkast qo'ramiz. Podkastdan keyin ko'ramiz, может klip qo'ramiz, может konsert qo'ramiz, vaziyatga qarab. Bor, qo'shma. Bor, qo'shma. Gruppa emas, kanal. Kanal. Qo'shma. Endi 1 yil paka hech narsa qilmaylu, ya'ni duet, uda qilmaylu, 1 yil. Keyin vaziyatga qarab, o'zimizni anu весовой категория, keyin может как-нибудь что-нибудь сделаем. Если надо, o'zi kerakmi o'zi. Shunaqa. Podkast. O'sha sardorlar bilan nima gap? Nima gapda bo'ladi menimcha, ko'ramiz vaziyatga qarab. Ya, unaqa dispislar bo'lmaydi, bolalar. Bunaqa yoshdan o'tganmiz-ku o'zi. Unaqa shularni eshitib bo'lmaydi ham o'zi. Yashtiringlar unaqa shularni eshitmanglar. Uzog'i dis eshitginglar kelib qolsa, jendrani oxirida sigaret yuboradi-yu. Ana o'sha normal. O'shani o'zi yetadi. Sog'ib qo'ygan bo'lsanglar, adrenalin kerak bo'lsa, mana o'shani eshitsanglar bo'ladi. Yaxshi. Necha viktorinani boshlaymizmi? Zaproslarni tashlasanglar, sekin ulab, 1 minut gaplashib o'tiramiz. Давайте, запросы закидываем. Поехали. Qanchaga? 17, 9, 10. Bugun kurs. Bugun demek kurs pasal olarkanmiz-da. Aha. Tak. Zaproslarni ochmayapti, загрузка bo'lyapti. Bos. Kaltu. Sen ketasan?
Yo'q, umuman kaltim yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Murat yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bola, muxlissan-ku, men bolani. Yo'q. Assalomu alaykum. Voy, Nargiz akasisiz. Voy. Zo'r. Hayajon qo'l qaltirayapti aka. Nima gap, ukam, yaxshimisiz? Zo'r, Uydagilar shukr. Rahmat aka. qattasiz endi? Toshkentda, xudo xohlasa, Toshkent Yunusoboddamiz hozir. Yo'q. Xudo xohlasa, yaqin kunlarda yangiliklar bo'lib qoladi. Mana shu osh markazini ochyapmiz, xudo xohlasa. Taklifnoma bugun erta chiqsa, xudo xohlasa olib borib beraman aka. Ha, o'zinglar ochdinglarmi? Ha. Voy, vosh zo'r bo'libdi. Qattida. Va Mega Planetdan yangi Jitemol ochildi-yu, botanikaga ketishdi. Yunusobod buncha anaqa. Ha, xo'p, botanika. Aha. Arxitekturniy institut ochilgan, shuni yonida. Institut o'qimaganman-da. Aha, keyin. Shu Mega Planetga yaqin joy aka. Bo'ldi. Yo'lni bo'yida. Mega Planetni bilaman lekin. Yaxshi narsalar bor u yerda. Kiyim kechaydi demoqchiman. Oldin bo'lgandir, hozir endi bo'lmasa kerak. Xabar bo'lmasa kerak, hozir ketib qolgandir balki. Yaxshi. Zo'r bo'pti. Yaxshimisiz aka, ijodlar Qanaqa bo'ladi u? Qanaqa bo'ladi u? Menyu qanaqa bo'ladi? Samarqandskiy, Toshkentskiy. Naqa? To'y oshi, achchiq osh, choyxona palov. Ha. Aha. Achchiq oshda lekin achchig'idan bo'ladi, lekin qattig'idan. Achu sho'rvalari ham bo'ladimi? Ha, achchiq sho'rvalar bilan shu vodiychasida. Ha, muncha joyda yo'q-da o'sha achu sho'rva. Ha, O'sha yo'q. o'shani o'zim ham отдельно kiritaylik dedim-da. Bo'lay bilmaydi hamda ko'pchilik unaqa. Ishtahani yomonlatdi. Bo'ldi. Borish kerak bo'lmasa ham. Sixadniyak Xudo xohlasa hayitdan keyin xudo xohlasa 3-chilarga mo'ljallab turibmiz aka. Taklifnoma chiqishi bilan aloqalashib aka berib qo'yamiz. Zo'r. Bolachi, bolla qayerda? Bola mana shu yerda hozir unaqalarni yurishibdi. Narsa logotiflar, boshqa barobatlarlar bo'lsa. Nargiz akasi. Makasi. Nargiz akasi. Wow. Продакшн Sergey Galmon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi charchamayapsiz. Rahmat. Zo'r. Ani kuni chekuvdingiz? Ani kuni chekuvdingiz? Ha? Nima chekding? Chekdingiz? Rahmat do'st. Qaytib oldingizmi? Ha, bo'ladi. Sekin amallaymiz endi. Leylidan eshitib kelganmiz aka. Yaxshi, zo'r. Qani Xudo xohlasa keling bir manidan aka, nima qilyapmiz? Shaxsiy brend qilyapmiz. Xudo xohlasa ochilishga aytaman, keling bir. Gaplashdim. Xudo xohlasa boraman o'sha ochilishiga. Taklifnomalar tayyor bo'lguncha. Aka, xudo xohlasa kelsangiz. Zo'r, молодцы. Bo'ldi aka, xizmat bo'lsa, ertamiz aytaverasiz. Xo'p. Logolarni yopishtiravringlar. Wow. Nomi ham cho'tkida, hozir ko'rsataman aka. Qani? Aka-ukalarni ko'rganmisiz? Aka-ukalar? Akasini nima qilaveradi? Xo'rlaveradi. Ha. Akasi o'sha. Akasi-yu bu? Ha. Mo'riddin. Gap yo'q, молодцы. Zo'r bo'pti. Rahmat aka. Yaxshi. Ro'zadan keyin qaysi sanalarga? Xudo xohlasa 3-chiga mo'ljallab turibmiz. Bungacha yo'qda ishladi, xalq quvasi.
Zo'r, zo'r, zo'r. Молодцы, Ko'pchilik молодцы. keladi, hamma blogerlar keladi, xudo xohlasa. Hamma o'sha yerda bo'lar ekanda, ya. Ha, Joy hamma xudo xohlasa. qolibdimi o'zi? Joy hozir aka tepadan ko'rsataman sizga. Svetlar o'chiq hozir. Joy bir 400-500 talikda. Oo. Turist Bu 500 tepa. bormi o'zi bloger? Endi borini chaqiramiz Toshkentdagi. Ana, hamma shu yerda bo'lar ekanda, biz tepada bo'lamiz. Bo'ldi, tushunarli. Отдельно. Yaxshi, yaxshi. Zo'r. Ertalab akalar shokka tushib qoldi. Ha. Ertalab juda qarasa, diyor продажа. Ne голосовой yozgan. Yetdimi? Zo'r Yoshlikda, голосовой bo'ldi o'zi ham. yoshlikda eshitamiz aka sizni. Qizlarni oldida bo'lsa, ummonni eshitardik, bolalar bilan o'zimiz qolsak, sizni eshitardik-da. Lekin nima qachon zo'r bo'libdi aka, lekin bir orada bir o'tgan yili ham nima qiluvdi-da. Endi bilmadim endi aytaman. Ha, bir bo'ldi. 22-yil oxirida bo'ldi, keyin yana ketdi dam. Endi buni o'chirmasam kerak, bu turadi menimcha ancha endi. Bolalar qoni qaynoq bolalar nima bo'lib turasa, xursand bo'lib qoluvdi-da. Aytar ekan brat. Keyin ko'ramiz. Konstda ham gapirib chiqdi-yu, zo'r bo'lar qaytsa lekin dedi. Kino nima bo'ldi? Kino chiqmaydimi? Planda yo'qmi kinolar? Kino endi xudo xolasa o'zimiz ishlaymiz YouTube'gami, serial, kino emas, serial ishlamoqchimiz. Web serial. Web serial 20 minut, yarim soatlik har seriyasi shunaqa. Komediya. O'sha yumoristiskiy bo'ladi-da, to'g'rimi? Ha. Sizlar o'zi nima? O'zi talantmi yo'q edinglarmi o'sha sirkovoylarda? Qanday bo'ldi? Teatralni bitirganmiz hammamiz kursdoshimiz. Ha, yo'q, Professional aktyor aka. Молодцы. Yo'q, o'sha hayronman, men o'ylayman, qanaqa talant ham desa bo'ladi. O'qigan bo'lsanglar, va shundan zo'rda. Yaxshi lekin. Молодцы. Endi talant bir tomonlama, o'qigan ham baribir nima desa bo'ladi, ssenariylar yozishda, qayerda qanaqa o'ynash kerak, baribir foyda beradi bu. Menda ham bor bir ikkita ideyalar, yumoristiskiy. Bizlarga tashlab qo'ying. Siz uchun nima bo'lsa agar o'zimiz ham olib chiqamiz aka, birgalikda. Agar siz to'g'ri keladigan nimadir yozsa. Ya u lekin u sal boshqacharoq-da, u. Bittasi sal chegaradan o'tib ketgani, bittasi o'tmagani. Aytavering, uni to'g'rilab boramiz. Xullas, ani bittasi bo'ladi. Shopir bo'ladi. Ko'p shopirlik qilganidan ani orqadan ozgina ana bo'lib qoladi-da, nima deydi? Gemoroy deydi. Gemoroy bo'lgan bo'ladi. O'sha keyin doktorga boradi. Doktorga aytadi, "Okey, mana shunaqa muammo, ozgina orqada, короче, chiqib qoldi. Shuni davolash kerak. Sizni tavsiya qilishdi." Deydi, "Bo'ldi" deydi. "Qani, o'g'irlik yeching, ko'ramiz." Perchatkani shunaqa taqibdi. Keyin u shunaqa mayli, men ko'rsatibdi. Keyin "Mamami?" debdi. Keyin "Yo'q, sal ichkariroq" debdi. Keyin ozgina ichkariroq qarabdi-da, "Ha, mamami?" debdi. "Yo'q" debdi. Yana ozgina ichkariroq. Keyin yana ichkariroq, "Mamami?" debdi. Keyin "Yo'q, yana ichkariroq aka" debdi. Keyin shu tirsakgacha
dedi. Manmi debdi. Ha, o'sha debdi. Bu angina-yu debdi. Jinni qo'y bu angina-yu debdi. Endi Og'izdan bu chegaradan o'rnab o'tib qoladi. ketganida. Buni to'g'irlab bo'lmas ekan lekin. Shunaqa. Yozamiz aka. Zo'ridan xudo xohlasa. Ijodga qaytgansiz munosabatida. Bu o'sha vaynlarda bu anaqa bo'lsa, bemalol qo'shib yuboringlar. Faqat iloji bo'lsa, endi men hamma bilan zo'r bo'lib olsam, sizlar bilan, boshqa vaynerlar bilan, blogerlar bilan zo'r bo'lib olishim kerakda, shtop ularga iltimosim bor. Haydarmatikani qo'ymasa-da, misol uchun-da. Ha. U juda Agar yomon ko'rgan ashula, bo'lsangiz, zaharlagan ashula bu. biz ham boshida ash temalar videolarni buni ashuni qo'yardik-da biz ham. Keyin to'xtatib yuborganmiz-da. Harigiz Men uchun temada video qiladi ya to'xtatdi. o'shaning uchun men o'zi bu yoqqa qaytganim ham misol ommaga nima deydi, ijtimoiy tarmoqlarga chiqqanim ham sababi shu-da, o'shani yo'qotish. Xuddi bir o'sha muzika Ashula ham gimn bo'lib qolganda, gimn bo'lib qolgan o'sha narkomanlarning gimni bo'lib qolgan. O'shani yo'qotish kerak. shablon bo'lib qolganda. Muzikani o'zi chalsa bo'ldi, любой odam tushunadi o'zi nima bo'layotganini, nima temalarni. O'sha bir tarafdan короче, o'shani iloji boricha yo'q qilish kerak. Shunga o'zi nima qilib muzika ham chiqaruvchi qo'shiq ham Hı, o'tgan yili chiqdimi? hı. Endi hozir 1-2 kundan keyin bor bitta material, balkim o'shani chiqazoraman, ko'ramiz keyin. Bitta bum bo'lsa, sal jamiyatga ancha bo'ldi bunaqa ashulalar hech kim qilmaganda, hozir boshqalar ham aytayotdi-ku. O'sha oldinlari baribir ham sal bundoq yuragiga tegadigan ashulalar bo'lardi. Hozir dipsiz bo'lib qolgan. Bang 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 bo'lsa bo'ldi bo'lib qolgan. O'sha yuragiga tegadigani bor-da bittasi. O'shani topib chiqib ko'ramiz. Yesa yedi. O'shani sekin-sekin yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlab. Haqiqatdan o'zi hali nimasi hali bashkanali ashulalar ko'payib ketganiga odam hali baribir sal unaqa ma'noli ashula bo'lsa ham hit bo'lib ketyapti-da. Odamlar sog'inganda ma'noli eshitiladigan ashulalar, eshitib mag'zini chaqadigan ashulalar. Yaqinda ham o'zi bir ma'noli kimdir yana reper chiqdi-yu, yoshlik haqida deb ashula aytdi. Bolalik zo'r bo'lardi. Sovuq suv ichsam onam urardi. Hali qanaqadir yoshlikni eslatadigan bo'lgan voqealarni aytib chiqyapti, hit bo'lib ketyapti. Haqiqatdan odamlarga yetib boradigan narsa-da. To'g'ri. Sovuq suvni ichsa angina bo'lib qolishi mumkin. O'sha hushyor bo'lish kerak. Shunaqalar sog'ingan ekan lekin odamlar. Yaxshi. Gap bo'lishi mumkin emas. Aka chiqaravering yana biz ba'zan bang'ilab tashlaymiz storylarda. Qani ko'rsinchi bir o'sha 29-sanaga mo'ljallayapman. Editlaringizni kim qilyapti nimada? Profilingizga qo'yilgan. Nimalar? Ana video postlanimi? Yozib qo'yapsiz. O'sha bitta ukam bor, javob degan. Ashunaqalardan ko'paytirirish kerak-da, shu eski hali qo'shiqlaringizni. 50-50 ham hali ma'noli joylar ko'p-ku. O'shalarda ham 4 ta 5 ta video qilib qo'ysa bo'ladi-da, kesib turib. To'g'ri. Qilish kerak. Bosish kerak. Juda ko'p hali bolalar o'ziga bemalol unaqa qo'yib, istoriyasiga qo'yib nima qiladigan gaplar-da. Aforizm sifat gaplar bo'lganda. Aforizm.
Xullas, 3-da ko'rishamiz-mi, Xudo xolasa. Ha, ha aka, Xudo xohlasa, nasib qilsa. Sizlarga omad, baxt, saodat, hamma yaxshiliklar sizlarga. Rahmat aka, charchamang ijodlardan sog' bo'ling. Bo'pti. Gaplashamiz aka. Hop. Nargiz akasiga salom. Bo'pti, hop. Sog' ol aka. Tak. Nima gaplar endi? Xo'p, soatimiz ham vaqtdan bo'lib qolibdi, bolalar. Hali 20 minutdan sal ko'proq bor ekan. Uladim. Первый встречный uladim. Birinchi turgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatsiz aka. Zo'r. Qandaysan o'zing? Botdim. Alhamdulillah. Cho'tka. Videolaringiz zo'r chiqayotgan ekan aka. Ha. Qayerdasan? Yashasdormi? Yaqinda keldim. Ana uni nimaga 6da, o'zi 6da qilish kerakmi bunaqa narsalarni? O'zi shunaqa baytku bizlarda O'zbekiston bo'yicha tipa 5-6 tilda hamma bo'ladi, anaqa zangitroq bo'ladi. Свободныйroq bo'ladi. По дороге, да, домой едет, там, в метро, да, там, типа, да? Da, В shu автобусе, да? metroda o'qishda, tam ishdan, u yoqdan, bu yoqdan chiqib. Nima gaplar o'zida? Sardor bilan gaplashdingmi? Я ему написал, он что-то не ответил мне. У меня его номер был на перфектуме, просто этот сломался экран, блядь, не вижу его. Yo, men bizdan hozir bunaqa odam ijodkorlar bunaqa payt uxlasa kerak. 10 soat oldin yozgan bo'lsam, hali o'qimadilar-da. Indus bo'lib qolmadi. Так. Ну-ка вот Shunaqa это gaplar. соединяем. Давай, Сейчас давай. Men соединяем. chiqaman. Да, может так тоже соединиться, по-моему. Assalomu alaykum. Валейкум ассалам. Ему бот, Bular что-то ничего не видно. общаться, да, брат? Слышно, да, меня, брат? Да, четко слышно. Что, как дела, брат? Алхамдулилля. Мы Всё рады, хорошо. мы только рады, то, что ты вернулся, брат. А то мы уже вообще забыли, что такое музыка. От души мы рады, брат, за тебя. Будем ждать. Ну все, 29-го планируем, может, что-нибудь получится. Все, брат. Ну, когда я начал тебя слышать, брат, у меня даже дочки не было, вот я уже рядом с дочкой сижу. Да, классно. И у меня тоже трое, у меня уже 3 богатыря. Да, брат, у меня у дочки вот есть Инстаграм, мы ведем Инстаграм. Я видел, у тебя сын, брат, прям копия тебя. Да. Прям похож. Ксерокопия, да? Да, брат. Ладно, брат, я Давай. не буду тогда отвлекать. Хорошо. Я очень рад. На связи. А, кстати, подкаст будем ждать, брат, Да. подкаст. Да, скоро будет тоже. Сделать. Все, брат, gapyo'q. На связи. Sovuq suvdan ehtiyot bo'lamiz endi, gapyo'q. Молодец. Да, брат, давай. От души, брат, ладно. Вот. O'zi ko'p primoy ham ko'p qilib yuborish kerak emas. Mana bo'lib qoladi.
mediaga tegib qolishi mumkin. O'shaning uchun bolalar xabarlashamiz, kechki payt желание bo'lsa, o'shani Telegram kanalda translyatsiya qilamiz. O'sha yerdagi bolalar bor. O'zinglar ham qo'shilsanglar bo'ladi. 9:10larda beseda qilamiz har xil temalarga. O'shaning uchun xabarlashamiz. Charchamanglar.